bugungi o'yin haqida siz fikrlaringiz? O'yin haqida keladigan bo'lsa, muhimi 3 ochkoga ega bo'ldi. Bu quvonarli tarafi, lekin haqiqatdan ham yigitlarga ta'kidlab o'tgan edim. Bugungi o'yin juda ham og'ir kechishini sababi o'sha Qo'qon bilan bo'lgan o'yinni kelgan Nasab bilan bo'lgan o'yinni o'ziga ham ko'rishdi. Mashal jamoasi tartibli, intizomli, himoyaviy o'yin qolaversa, nima deydi, chuqur orqada qarshi hujumda shundan foydalanib, yaxshi himoyalanib, keyin qarshi hujumga chiqish maqsadda chiqishligini bilardi u. O'shaning uchun ham yigitlarga ta'kidlagan edim, sabr, shoshilmaslik. Lekin birinchi bo'limda o'sha aytgan gaplarimni bunaqa oxirigacha yetkiza olmadim shekilli. O'sha sababli ham ko'p xatolarga yo'l qo'ydi. Qolaversa o'sha birgina xatoimizni Mashal jamoasi yaxshi foydalanib ketdi. Lekin ikkinchi bo'limda yanada o'yinni kuchaytirib, o'sha aytganlarni qilib, ko'p vaziyatlar yaratdi, lekin golga aylantira olmadi. Oxir-oqibat o'sha standartdan o'sha mehnatimizni masalan o'ziga yarasha samara berdi. Albatta juda ham qiyin o'yin. Nimaiki buni juda ko'p marotaba ta'kidlagan edim. Nimaiki o'sha Navbahorga qarshi yoki Qo'qonga qarshi o'yinga 2 barobar og'ir bo'lishligi. Nimaiki yorib kirish juda ham intizomli, tartibli himoyalangan jamoani yorib kirish juda ham qiyin. O'shaning uchun ham eng kerakligi oxirigacha bizning muxlislarimizni qo'llab-quvvatlashdi. G'alaba bilan tabriklayman shu. Bugungi uchrashuvda futbolchilar orasida o'yinlardan umuman ko'nglingiz ko'rmaganlar bor. Endi unaqa deya olmayman. Nimaiki har bitta o'yinchi juda ham xohlashgan edi, maydonga g'alaba uchun tushishgan edi. Bu albatta shoshqaloqlik sabab ayrim xatolarga yo'l qo'yishdi. Hozir aytolman. O'shaning uchun ham hamma yutganda, jamoa g'alaba qozonganda nima deydi, kim gap bor edi-yu. Komanda g'alaba qozonsa, ular anaqa Komanda yutgan so'radi. Yutsa murabbiy javob beradi dedi-yu, murabbiy aybdor. O'shaning uchun ham prinsipiy o'ziga yarasha endi aytolman-da, sabrli etmadi bu o'yinda. Lekin har bir tushgan o'yinchi jonini berib, o'sha g'alabaga o'zining hissasini qo'shdi. Bugungi o'yinda hakam boshqaruvidan ko'nglingiz U menga emas, ularning o'zini nazorat qiladigan qo'mitasi bor. O'shaning uchun ular baho bersin. Men uchun biz o'zimizdan o'yinimizni qilishimiz kerak. Bo'ldi. Savollar tugadi. Rahmat. Sog' bo'ling.